Bu uchun meni anaqamga 2 point tushadi ball. O'zbekistonda ham hozir balli sistema chiqdi-ku, o'shanaqa balli sistema. O'zi dam olishga tushdim. Trakda charchadim, ozgina dam olaman deb. Baribir uyda ham bekor o'tirmaydi deb ishga chiqdim. Uber lift qilaman, bekor o'tirmay deb. Lekin minusga ishlab ketdi bu. Yo'q, kechirmadi, qoravoy ekan bitta. Yozdi. Xo'p, men bu yerda yozgan speed 25 zonda 41 yurganman, o'sha uchun. Xo'p, Ahayoni qonun qoidasi bo'yicha men bu jarima $188 jarima anaqa qildi. Jarima yozdi. Agar bu jarimani to'lasam, men aybni tan olgan bo'laman va bu uchun meni anaqamga 2 point tushadi ball. O'zbekistonda ham hozir balli sistema chiqdi-ku, o'shanaqa balli sistema. Bu nimani anglatadi? Meni sug'urtamni qimmat bo'lib ketishini anglatadi. Hozir men buni to'lasam va 2 pointga rozi bo'lsam, balga bu meni sug'urtam ko'tarilib ketadi. Nima qilsak bo'ladi bunday vaziyatda? Advokat ushlaysiz. Endi menda bir ikkita tanish advokatlarim bor, shular bilan gaplashaman. Ularning xizmat haqqisi $1000 atrofida, $500 dan $1000 atrofida, $500,000 atrofida to'lov to'layman advokatga va ular sudga nimanidir vaj qilib ko'rsatishadi va shu bilan o'sha 41 tezlikni 29 ga tushirishadi. Shunday qilib men $100 yoki $150 shtraf bilan qutulib qolaman. Va shunday qilib Ahayoga bo'lgan sayohatimiz $1000 jazo bilan boshlandi.